Va nihoyat dam olishdan qishlog'imizga qaytyapmiz. Ha, to'g'ri. Mazza qildik lekin. Ha, shunday. Ana jetelmi? Qaysi? Ana yo'q biladi, nima bu? Qishlog'imizga nima bo'lgan unga? Ibi do'stimiz bor edi. Ha, do'stimiz. Ular ko'rish kerak. Yo'q. Kecham tushib qoldi. Nima chaylayapti? What the hell? What the? Bulardan yashinib asta-asta kirib olish kerak biror joyga, birorta uyga. Yo'q, bular qanaqadir kasallik tarqalgan-ku. Shunday. Yo, men ko'rib qolman. Suvdicha tushib ketdim. Chiqaman. Yo'q, bular. Men qolib ketdim tashqariga. Jar bor ekan. Jar paydo bo'libdi qishlog'imizda. Jar yo'q edi-ku. Nima bunday o'zgarib ketdi? Bu tarafdan ke, bu tarafdan. Kimlar bor? Bu tarafdan ke. Yo'q. Yo'q, bizani ko'rdi. Yo'q, boshqacha. Yo'q, jallo. Qoch. Qochdik. Jo'xning oldiga borish kerak. Ular men uryapti. Ular qayerda bo'lishi mumkin? Men o'ldi. O'zini uyda bo'lish kerak. Men hozir boraman. Yo'q, bular sigirlarga ham kasallik tarqalgan-ku. Yo'q. Oho, jonim kam. Jo'x, qayerdasan? Nima? Drus? Senmisan? Yo'q. Men boryapman, bo'lla. Yo'q. Drus senmisan? Ha, meni o'ldirishdi. Nimaga unaqa bo'ldi? Qishlog'imizda nima bunday bo'lgan? Qishlog'imiz Bilmasam, bir kun bir mer kelib, bizani oldimizga qanaqadir dori tarqatdi va uni Jonim yamankan bo'lla. Men hozir o'lib qolaman. Qarochi bir kuni bizani uyimizga, bizani qishlog'imizga qanaqadir odam keldi va u odam bizani nima desam sizlarga, u odam bizga dori tarqatdi, vaksina deb. Hamma narsaga qildi. Voy! Biz do'stim bilan yo'q, biz istamaymiz dedik va ular hammasi kasallik bilan bo'lishdi. Biz yo'qligimizda nimalar bo'lib ketdi? Meni qutqaringlar, iltimos. Qoldi deysan. Yo'q, hammamiz bir joyga yig'ilib oldik. Faqat Jo'x do'stimizdan ayrilib qoldik, do'stlar. Ana ularni bittalab qirishimiz kerak. Bittalab. Antigraft. Ha. Menga bironta qilichlaring bormi? O'zimga faqat topor bor, beraymi? Mayli. Mana oldim. O'zimga boshqa. Sen shu yer, Steve, sen shu yerda o'tirib turgin, tushundingmi? Biz o'ldirib kelamiz. Ketdik. Menga qilich berib tur, Steve. Ketdik. Tabor beraymi? Steve, qo'lingdagi taporni berib tur. Ol. Ketdik. Rahmat. Qani? Eshik yo'q. Noy, men bu tarafda aksiya boryapman. Heyyo. Qirish kerak. Ma. Birinchisi minus. Jonim kam. Yeyishga biror narsa topish kerak. Yo'q, orqadan kelyapti. Orqadan. Keldi. Orqadan. O'ldirishimiz kerak bizlar. Zombiga ham. Orqadan. Yo, o'ldirdi. Meni ham o'ldirdi. Yo. Uxlashimiz kerak. Faqat
bitta yotog'imiz bor-ku. Qanday hammamiz uxlaymiz? Zombi ham keldi. Zombi bilan o'zim kurashaman. Skelet tutlardan keldi. Skelet ham bormi? Skelet bilan urushyapti. Mani oyog'imdan tishladi. Oyog'im og'riyapti. Bitta zombini skelet bilan Men urishdi. asta ketaman, sen o'zing bora olasanmi? Ha, bora olaman. Men Steveni himoya qilishim kerak. Bittasi minus zombilarni. Skelet o'ldimi? Tong o'tsaydi, Tong o'tyapti. Yo, skelet. Men bu tarafdan aylanib boraman. Men oyog'im pizdeslat ekan. Qanday boramiz? Qishlog'imiz qani? Kimdir o'tyapti meni. Yo'q. Men yeyishga picha ovqat olib olay, qornim och qolib ketdi. Heyli qishlog'imiz ketdik. Yo'q, bilet juda qiyinlayildi, do'stlar. Mana yana bittasi. Qayerda? Men oralardan aylanib boryapman qishlog'imizga. Taborlarimizni topdim. Va nihoyat. Kirdim. Steve o'ldiryapti. Soldim men. Antoni kim bo'ldi endi? Yo'q. Kelish kerak. Asta chiqish kerak. Eshikni yop, eshikni. Men qishloqqa kelyapman va nihoyat topdim qishloqni. Bu yer boshqa qishloqmi deyman? Jonajon qishlog'im qani meni? Oy. Biz qishlog'imizni qutqarishimiz kerak. Men bular bilan birga bir jang qilaman. Yo'q! Yana va yana. Yo'q. Sen bana do'stlarimni o'ldirgansan. Antonini topib oldim. Antoni kim? Antoni, sen kimsan? Nima bo'ldi senga? Men yaralanganman. Parazit ishlagan. Qachon yaralanding? Bizning qishlog'imizga katta parazit kelib, hammani kasallantirdi. Va men ham yaralandim. Sen ham bu yerga davolanish uchun keldingmi bu qishloqqa? Yo'q, najot izlab keldim. Ha, qutqar uni. Ha, biz bularni hammasiga chek qo'yamiz, albatta. Aptechka bormi sizda? Bizda hali o'zimizda ham hech narsa yo'q. Steve'ni oldiga kelishim kerak men.
Men boya o'lgan joyim qayer? Hammamiz birgalikda o'ldirishimiz kerak. Tez kelinglar. Biz bu mahluqlarni o'ldirib, o'zimizni qishlog'imizni qutqarishimiz kerak. Bu mahluqlar Menga qilichni tashlab ber. Qilichni tashlab ber. Sen ancha mahluqlarni o'zingga jalb qilib sudrab olib kelgin. Bitta qiramiz hali qishlog'imizda. Menga mahluq hujum qilyapti. Steve, biz yakson qilamiz. Steve. Arqamdan ke. Hattoki mana bu uyda ham kirgan. Qara kelyapti. Mana, men arqani qarayib turaman. O'ldir. O'ldi. O'ldirib hammasini yakson qilamiz hali. Shoshmay turlaring sizlar. Jalb qilamiz o'zimizga. Yo'q! Men yugurolmayapman. Qornim och qolib ketdi. Kech tushyapti. Tez uyga borishimiz kerak. Bu yerda qanaqadir tashlandiq qishloq bor ekan. Bu yerda hech qanaqa parazit yo'q. Demak, hammasi sizning qishlog'ingizga ketgan. To'g'ri, shunday bo'lishi mumkin. Bizning qishloqda juda ko'p parazitlar. Sakrama naq qo'y bilet. Bizani yakson qila olmaysan. Bizlarni hech qachon yakson qilish. Do'stlar, tez kelinglar. Ular juda kam qoldi işte. Boryapmiz. Bizga ovqat kerak. Mana sabzi topdik. Va nihoyat sabzilar o'sgan ekan. Ulanib Bolalar, biz videoni shu yerda tugatamiz. Agar ikkinchi qism qiziq bo'lsa, bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Drost.